mashhur bo'lgan svarchik nomer 1 va bizning o'quv markazimizning ustozi Javlonbek akam. Va bugungi uchrayotgan qaldirg'ochimiz bizni yangi shogirdlardan endi eski shogird bo'ldi. Xudo xolasa, aka, o'quv jarayonidagi o'rgatishlar, o'qitish sifatlari, umuman yotoqxona sharoitlari qanaqa, sizga yoqdimi? Menga yoqdi. O'qish sifatlari ham yaxshi, ustozlar ham tajribali. Men aytyapti. Nechi baho o'quv kurslarimizga? 10 baho. Paxta qo'ymasak ham. Men va Javlonbek akam lider svarchik, xudo xolasa shu yerda o'quv kursida kutib qolamiz. Bir og'iz gapingiz. Shart emas, keyin kanalda ko'ramiz. Bu o'quvchilarimizni qo'llaridan ushlab biz faqat bazani beramiz. Xohlasa O'quv kurslarimizda kutib qolamiz. Sertifikatni berdik. Bu sertifikat 1 oylik o'quv kursini bitirganligi haqidagi isbotlovchi hujjat. Bu diplom, razryad yoki shunga o'xshash davlatdan beriladigan hujjatning o'rnini bosmaydi, lekin bu sizni 1 oylik o'quv kursini bitirganligingizni isbotlovchi hujjatlardan biri. Joninglar sog' bo'lsin, o'quv kurslarimizda kutib qolamiz. Bizga o'xshab nomer 1 bo'linglar inshaalloh.